Oydin hayot live dasturi davom etadi. Demak, mehmonimiz Florist Dilafruz Qosimova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizda Dilafruz o'zi aslida hamma Akmal mana sizmi? Siz hammamiz uyimizda chiroyli gullar bo'lishini xohlaymiz, ochilib turishini xohlaymiz, lekin ularni parvarishlash bu boshqa masala. Men hozir savol-javoblarga o'tishdan avval Dilafruzni oldida biroz xijolat ekanligimni to'g'risi ochig'i aytib qo'ymoqchiman, chunki bahorni oxirgi kunlarida studiyamizga taklif qilganimizda menga mana bu orxideyani sovg'a qilib ketgandilar. Bu paytda juda holati boshqacharoq edi, chiroyli gullar ochilib turgandi. Men juda ham xursand bo'lib qabul qildim, lekin ochig'i mana bugun holati shunday bo'lib qoldi. Bilmadim endi parvarishda xatolikka yo'l qo'ydimmi yoki mana yoz issiq keldi juda ham nimadir xatolikka yo'l qo'ydim. Xo'sh, nima deysiz endi? Qanday xatoliklar bo'ldi? Buni qaytib yana shunday chiroyli gul ochishi mumkinmi? Bu nima baylarini yo'qotgan sababi bu menimcha quyoshda qolib ketgan, sarg'ayishni boshlagan. Oynaga yaqin joyda turgandi, lekin baribir shu oynani yaqinidan olish kerak edi, chunki yoz 40-50 gradusgacha chiqib ketdi va oyna qiziganda, shuni hisobiga buni mana shu tarafini ketishi shart emas. Shart emas, qizisa bo'ldi, shu tarafini kuydirgan. Issiqlikdan shunaqa bo'lgan. Endi bu sekin asta bu yog'idan albatta chiqmaydi, lekin davom etib keyinchalik mana bu baylarni tushirib, mana shulardan ildiz chiqarib boshqatdan o'zini chiqarish to'g'rilaydi. Mana hozir bir yangigina bayt chiqyapti, sal ko'tarsangiz yaxshi ko'rinadi. Mana shudan. Lekin mana bu barglarni hozir olib tashlashim shart emas, chunki mana hozir bir yoqqa og'ishni boshlayapti-da bu ildizi. Ha, bu ildiz ekan. Aha, tagiga bir o'g'itlar solishim kerakmi? Hozir ildizlari ham qurib turibdi-da hozir. Hozir lekin suv ichkisi kelyapti. Aynan shu ko'rinishida mana shunaqa kulrang oqish. Tirikmi bu hali? Bu tirik. Bu hali o'zini восстановить qiladi, hali o'zini tiklaydi. Mana shundan o'rtasidan yana baylar chiqarib, mana buni keyinchalik hozir emas, shu yerdan kuch olib tepaga beradi. Kuz havo issiq emas, o'rtamiyona bo'lyapti va bu yog'iga soviy boshlaydi. Hozir gulni suvni me'yorini qanday qilishim kerak? Haftada 2 marta, 1 marta? Albatta o'sha bugun studiyada gapirmoqchi edim. Ko'pincha shunaqa savol kelyapti Instagramdan ham. Albatta suvni sovuq kunlar tushganidan keyin kamroq quyish kerak. Ildiziga qarash kerak. Har doim ildizi bu eng birinchi etib turadigan asosiy anaqasidan biri shu ildizi. Ildiziga holat qarash kerak. Ildizi aytadi. Biladi. Mana shunaqa oqish kulrang bo'lganda suv quyish kerak. Suv olib keldim shunga hozir. Bu tagida hozir tuvagi teshim, lekin bu teshikmi? Ha. Qani? Bu teshik lekin. Qani? Uni hozir bunga hozir suv quysak, oqib ketadi. Oqib ketar ekan. Mana begonyaning idishini olib tursak ham bo'ladi. Keling, hozir bunga suv beraylik bo'lmasa. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Va sekin-asta suv quyib. Tagiga ozgina quysak bo'ldimi? Bo'ldimi? Yo'q, quyavering. Yanami? Tugagini yarmigacha suv turadi, 5 minut turadi. Bu ildizi xuddi gubkaga o'xshab buni shimib oladi. Ha, shimib oladi. Keyin qolgan suvni to'kib olib olasiz. qo'yamiz. To'g'risini aytsam, gullarning umuman farqiga bormayman. To'g'risini aytish kerak-ku. Mana hozir juda ham ko'p turli xil gullarni ko'rib turibmiz. Endi bular hammasini bir nomini aytib o'tsangiz va bular ham mana shu orxideya qatori kasallangan, to'g'rimi? Mana bu. Ha. Kiril ayol baxtidan boshlasak, ayol baxti ayniqsa ko'p gulsevarlarimiz yaxshi ko'radigan gullardan bittasi, lekin bu baylaridan ma'lum sarg'aygan, quyoshda qolib ketgan. Mana hozir tagidagi barglar sarg'ayib turibdi. Sarg'aysa ham lekin butun-ku bu. Butun ayol baxtini uncha-munchaga o'ldirib bo'lmaydi. Lekin ayol baxti. Erkakligi buni erkagi ham bor, qizili. Uni lekin juda nozik bo'ladi. Injiq. Mana qarang, bu yerda bular gullari ham o'sgan ekan-ku. Gullari bor buni. Lekin shu quyoshdan, issiqlikdan bu anaqa o'sha qiynalyapti. Nimaga barglari sarg'aygan buni o'zi? Quyoshdan. Quyosh tushgan, yorug' joyga qo'yilgan. Bu o'zi salqin joyda nomiga yorug'lik tushadigan joylarni yaxshi ko'radigan gullardan bittasi. Bu xonada oynani tagida turardi, lekin quyosh tikka tushmasdi. Demak, kiraverishda eshikka oldiga qo'yish kerak ekan. Salqin joyga qo'yish tushmasligi kerak ekan. Suv yaxshi ko'radimi bu? Suvni me'yorida, lekin bu mana shunda suvni qanaqa bilsak bo'ladi. Bunda qo'limizdan barmog'imizni yoki mana shunaqa uskunamizda bor, mana shunday tiqib
Ha, Qo'lgina Bilsa turibdi bo'ladi. lekin. Mana eng anaqasida ekan o'zi. me'yorini Jiq suv o'lchasa ekan. bo'ladi-da. Ha, bu hozir mana mana bu shu sariq ustuni- barglarni yulib tashlash kerakmi yoki Yo'q, qaytadimi tashlash rangi? kerak emas, lekin mana shu salqin joyga qo'yilgandan keyin bu sekin o'zini yashil rangini Hozir faqat salqin joyga qaytaradi. qo'ysak yetadimi Ha. yo qandaydir bir dorivor kuzatish kerak. Bu suvlar- har doim gul etadi o'zi. Agar Holatni. salqin holat joyga qo'yib, gul o'zgarmasa bir hafta, 2 hafta ichida, demak bu balkim xloroz, ya'ni shu o'sha qanaqadir vitaminlar Bu ham yetishmayotganligini, mahorat. Bularga ham vitamin berish kerak. har xil vitaminlarni berib qo'yish kerak. Ayniqsa shu sarg'aygan anaqasi xloroz ham bo'lishi mumkin. Kuzatish kerak. Xo'p, qani mana endi keyingi gulga o'tamiz. Mana bu Keyingi gulning gul- barglari quriy boshlabdi. Bu Ha. qanaqa gul o'zi? Bu kameliya guli. Aha. Buni men yozda ko'chaga olib chiqib qo'ydim, hovliga. Lekin bu baribir shlankadan hammaga suvni shlankada quyganim uchun bu qattiq suvni hisobiga tindirilmagan suv quyganim uchun shu baylarini uchi mana shunaqa qorayib qoldi. Keyin mana gullashga tayyor g'unchalari ham. ha, g'unchalari ham bor. Bu ko'proq noyabr, dekabrlarda imенно qor yog'gan paytlarda. Qarang, demak bularga filtrlangan suv bo'lishi kerak. filtrlangan yoki 4-5 kun shu tindirilgan suv Ha, quyish kerak. Agar ja vaqtingiz bo'lmasa, krandan olib, shu masalan 1 litr suvga чайная ложкani uchida, desertniy ложкani uchida limonniy kislota sovarish kerak. Ha. Nordonroq. Anaqa o'sha yerga ha, suv quyayotganingizda. Bu qanaqa tuprog'i bu oddiy tuproq emas, nimalar qo'shgansiz? Bu turpog'ini bu yerda Archami? mayda to'rf ham bor, mo'x ham bor, mayda daraxt po'stlog'i ham bor. Juda ham qancha suv quysangiz, shuncha suv qaytib keladigan darajada. O'zi mana shu guli yaxshi o'sishida mikroelementlarga to'la Albatta, tuproq. Biz albatta. avvallari shundoq hovlidan ko'lardik. Yo'q, yo'q, unaqa unaqa- solib ekib qo'yardik-da. Hozir unaqa bo'lmaydi. Albatta, yo'q. Xuddi o'zimiz qo'shimcha vitamin ichgandek gulga ham vitamin Xuddi berish kerak. shunday. bu Yaponiyaniki, Bu Yaponiyaniki ham. chunki mana bu yerda Yaponika deb yozilgan ekan. Yaponiyada. Bizani iqlimga moslashadi, lekin to'g'ri qarash Moslashadi, kerak. lekin qarash kerak. Endi Yaxshi, mana bu keyingi gulga o'tamiz. mana qarang, shuncha kesilgan Bu gulimni barglar. oti Medinilla varianti. Bu ham yozni jazirama issig'ida ko'chada turgani uchun ancha qiynaldi. Rosa qiynalibdilar. Lekin shu suvni ko'tara olmagani uchun baylarni uchini mana shunaqa qurituvurdi. Shuning uchun men uni kesdim va Maxim degan dori bilan surib qo'ydim. O'shaning uchun qizil Bargga surdingizmi? novdalari. Nodalari mana qarang. Novdalari va Ha. kesgan joyimga surdim. Ichida mana bunaqa ko'mirni ko'rdim. Bu tushib Ko'mir qolganmi bor. bu? Yo'q, men uni alohida tashlaganman, har xil bakterialniy kasalliklardan. Suv quyganda mana shu ko'mir deylik. Ko'mir sekin o'zi suvni anaqa qiladi. Rosa injiq ekanda gullar. Tilini tushunmasangiz sekin уже Mana bu endi bizni xonamizda turgan gul edi, Belli lekin ekan. yaqinda mana shuni barglari quriy boshladi. Biz qurigan gulni bargini yulib tashladik. Lekin u yashashda bu davom holat etyapti. bargini qurishi, bargini to'kilishi, bu holat balkim suvni to'g'ri quyilmaganidan ham bo'lishi mumkin. Masalan, quyib quymay ancha qolib ketishi ham mumkin. Bo'lib turadi. Lekin отпускка ketib qolishi mumkin, gullarni tashlab yoki qanaqadir ichida o'sha o'zgarishlar bor, ildizlari chirib, mana shunaqaga olib keladi. Ko'pincha mana shu yorug'likda turishi va suv bilan bog'liq suv ekan bilan va shu me'yorida quyishlik kerak. Qarang, mana juda ham chiroyli gulni ko'ryapman-da. Bu ham kasalmi? Shu gulsevarlarimizni ko'pincha beradigan savollardan biri, magazindan olib keldim, lekin gulni tashlab yuboryapti deyishadi. Ha, Ko'ryapti deyishadi. Bu hammasi stressdan. Gul ham yangi joyga kelgandan keyin depressiyaga tushadi. ana bo'lmasa. Gul ham sizni o'zingizni xonangizni yorug'ligiga, sizni suv quyishingizga, sizni shu atmosferangizga Moslashish kerak, unga uchun vaqt berish kerak. Mana. shunday Xir gulni berish tashlab, kerak. ozgina stressdan o'tadi. Aha. Hidi ham Lekin- zo'r. Ha, ekan. bu Sizni orkideyaning ko'zlaringiz baribir bu gullar bilan hozir gaplashyapsiz-da. ha. Shunday qarab turib, qaysi nima deyapti, aytib turibdi. Mana bu orxideya masalan. Orxideya, dendrobium turi. Menimcha bu soppa-sog' bo'lsa kerak. Bu ha. Bizni ko'z bilan qaraganda siz nima deysiz? Bu ham soppa-sog', lekin buni yaqinda trips degan hasharotimiz sal gullarini mana shunaqa chiroyli gullarni orqalarini yeb qo'yishni boshladi. Bu qandoq masalan u uyda turgan gulga qattan u hasharot keladi. Shunday savol gulsevarlarimizda ham Bu keladi. dalada o'smasa, Ha, o'rmonda uyda o'smasa, o'ssa. Mana masalan men bu gulni o'zim uyimda o'sdi, lekin men bu gulni yangi olib keldim. ha,
bu gul Ha, bunga yuqtiradi. Voy. Shuning uchun yangi olib kelgan gulingizni mana bu gullaringizni atrofiga darrov olib kelib qo'yish kerak emas. Alohida xonada 1-2 hafta turishi kerak. hozir mana shu orxideya ha o'zi bir xil rosa chiroyli chiqar ekan. Lekin bu hidsiz, bu hidli. Buni hidi bor va bu dedrobi. biz sotib olayotganda qayerdan bilamiz hidligimi hidsizimi hidlab. hidlab ha faqat Hidlab. hidlab Ha, hidlab. Sizni hozir spirt ko'ryapman-da. Ha, spirt. Spirt ham suriladimi gullarga? Bu qanaqa hasharotlar bor? Mучнистый червец. Rus tilida bilmadim, lekin ko'pincha gulsevarlarimiz shu til manaqada bilishadi. Birinchi o'sha hasharotga terib olish uchun spirtdan foydalanadi. Quloq tozalaydigan bilan. Bilganmi? Yo'q, shunda quloq tozalaydigan cho'p Ha, bilan botirib paxtani har bittasini shunaqa terib chiqish kerak. ha, Kuydirib hasharotni. ustini. Ha, hasharotni terib chiqishingiz kerak. bu gulni kuydirib qo'ymaydimi Yo'q, kuydirmaydi. Shuning uchun 70% yoki suvga sal qo'shib yuborish kerak. Va har bittasini terib chiqqaningizdan keyin o'sha novdalarni izla qoldiradi o'zidan. Shu hasharot o'shalarni tozalab chiqqaningizdan keyin mana shunday hasharotlarga qarshi yashil sovun yoki o'sha hasharotlarga qarshi deb yoziladi. O'shani do'konlarda sotiladi. Do'konlarda hammasida bor. Shuni sepib bir 2 haftada to'rbatda shunaqa обработка qilishingiz kerak. Mana qarang, Dilafruz uyda onam avokadoni urug'ini suvga qo'yib o'stirdilarda. Yong'oqqa o'xshab sariq bo'ldi va uni biz hozir tuvakka ekdik. O'sha uydagilar ekishdi. Endi nima qilaylik hozir? O'sadimi u? Avokado o'sadi, lekin uni kichkinaligidan darrov yerga ekib qo'yish kerak emas. U balon bo'lib, ildizlarni ko'paytirgandan keyingina sekingina uni shu yerga ekish kerak. O'shanda ham qanaqa xuddi tropik gullarga qarab, unga ham qishda o'rab mana shunaqa qilish kerak. Demak, uni o'stiraveringlar. Umid bor, a? Umid bor. mahoratingizga bali gullarning shifokori desak ham bo'ladi. Ko'rib turib gaplashyaptilar bemalol. Xo'p, mana hozir bu yog'i kuz bu yog'iga soviy boshlaydi. Biz gullar parvarishida yana nimalarga e'tibor beraylik? Avvalambor ko'p qilinadigan xatoliklarda. Ko'p xatoligimiz avvalambor shu aytib o'tgandek suv. Suvni endi yorug'lik. muzda emas, iliq hattoki xona haroratidan sal issiqroq bo'lishi kerak. O'shandagina gul o'shanda ham stressga tushmay, to kech buguncha suv anaqa suvni o'sha ichib olib ulguradi. Shunaqa savollar ham berish mumkin. Obeddan keyin yoki tushdan keyin suv quysam bo'ladimi deb. Qishda ayniqsa unaqa quyish kerak emas, chunki suv muzlaydi kechga borib. Tez qurib qolmaydi. Shuning uchun ichishga ulgurmaydi-da va ildizini yaxlatib yoki o'sha suvdan uni ildizini chertishga olib boradi gullarni. Shuning uchun ertalabdan to peshingacha, tushgacha o'sha narsani qilish kerak, suv quyish kerak. Mana qarang, hammasini qog'ozchasida uni haroratlari ham yozilgan pasportida. Pasport, gulning pasporti bu. Harorati ham yozilgan. Harorati, ha. Shundan anaqa yuqori ham past ham bo'lishi kerak emas. Bo'lishi kerak emas, ha. Hozir shu o'rinda muxlislarimizga alohida aytib o'tishimiz kerak. Uyingizda gullaringiz bordir, mabodo sizda ham mana shu gullaringizda kasalliklar bo'layotgan bo'lsa, sizni savollar qiynayotgan bo'lsa, mana Dilafruzning Instagram sahifalari ekranda ko'rsatilyapti. Bemalol Instagram orqali yozib savollaringizga javob olishingiz mumkin. Dilafruz bajonidil bu borada javob beradilar. Javob ber.